O'zi Qoraqalpoqda yashaysiz. Qaysi rayon? Uylaringiz bormi bu yerda? Bu yerda men o'zim vaqt deb asos. Vaqt yo'qsa. Oydan Qanchada bor qo'yasiz? bir oy hozirda endi hozir ish qiyin to'plab berasiz. Oylik qancha? Oyligim Xudoga shukr 15 million atrofida. Men oddiy mutaxassisman. Qoraqalpog'istondan kelib ishlayapman. O'tir. Oyligimni aytib ber, bular menga yolg'on aytmadi. 15 million atrofida Xudo xohlasa. Mendan ancha ko'p kelasiz. Mana o'zimizda mana yigitlar mana shunday tajribasi orttirib vaqtda uyda turyapman. Hozircha oyliklarim mana shu 15 million bo'ldi. Ishga tushgandan keyin ko'payadi. Kechadan bugun mana hozir topshiriq beryapman. Bu yerda uy quramiz. Kelinni ham, bolalarni ham olib kelib oshxonalarga qilasizmi? Keyin mana biz hozir Qoraqalpog'istonda ham yangi mana shunday zavodlar quramiz. Keyin ularga rahbar bo'lib borasan. Men sen bu hozir eng katta sani hozir o'rganayotgan mana shu hozir kasbing bironta kitobda ham yo'q-da, bu tajriba bu. Tajriba juda katta tajriba. Shuni mukammal o'rganib olsang, bo'ldi, ertaga sen yaxshi mana shu hozirgi zamonaviy yangi O'zbekistonning mutaxassisi bo'lasan. İşlerine muvaffaqiyat. Nech 15 milyondan qanchasi uyga jo'natyapsan, qanchasi o'zingga yetyapti dedi. O'zingga yerga ish etmayman pastda. Ovqat yotadigan joyi bo'lsa, yuradigan mashinasi bo'lsa, ovqati bo'lsa, vaqtidan keyin hammasini o'ylab oladi. Jurnalistlarga ish yo'q. Nima deyapti? Jurnalistlarga ish yo'q. Sharoitlar juda boshqacha. Ko'rdilaringmi? To'g'ri, bu kunlarga yetish oson emas. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bordi. Mana shunday yigitlarimiz o'zlari mana shunday zamonaviy kompyuterlarda ishlab menga hozir tushuntirib bergani, men bilasizlarmi, bulardan kuch olaman, qudrat olaman deb bekor gapirib, u balandparvoz gap emas. Ularning ko'ziga qarayapman. Bular ertaga kunga ishonchi bor.